Assalomu alaykum. Arzonjar va hurmatli obunachilar, Namangan To'raqo'rg'on tumani Shohidan mol bozoridan olingan va sotilgan mollarning narxini bilib boramiz. Bichara loyihtibos kanalga obuna qo'yish esdan chiqmasin. Jiyan yana bola nechi pul bo'ldi? 25 million so'm bo'ldi obunachilar. Ekan ovoz nechi pul bo'ldi? Narxini bilishmas ekan. Xudo xolasa laykladi bosib turish esdan chiqmasin. Keyingilarga ham mollar keladi. Tog'a sigir nechi pul bo'ldi? 6 oylik olavering. 6 oylik o'tdi. Nechi pul bo'ldi tog'a? Nechi pul bo'ldi? 20 million so'm bo'ldi obunachilar. 6 oylik bo'g'oz ekan. Xudo xolasa obunachilar sigirdan qancha ozdirish kerak bo'lsa ozdirilgan ekan. Tog'a nechi pul bo'ldi? Bu qanaqa turibdi? Shu nechi pul bo'ldi? 6,5 million so'm bo'ldi obunachilar. 8 litr suti bor ekan. Xudo xolasa obunachilar qo'ylar narxini ham bilamiz. Tog'a qo'ylar nechi puldan bo'ldi? Nechi puldan bo'ldi? 18 sana. 18 million bo'ldi obunachilar. Ekan nechi pul bo'ldi? 15 million so'm bo'ldi. 4 litr suti ham bor ekan. Xudo xolasa obunachilar keyingi mollarimiz ham chiqib kelyapti. Like bosib, podpishkani qilib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ekan nechi pul bo'ldi? 30 million bo'ldi. 30 million so'm bo'ldi jupiga. Ekan nechi pul bo'ldi buqa? 30 million so'm. Ikkalasi 30 million so'm bo'ldi obunachilar. Ertalab keldi. Keyingi buzoq narxini so'raymiz. Buzoq nechi pul bo'ldi? Yaxshilar mollarga qarab Nechi pul bo'ldi? 12 12 million 900 ming so'm bo'ldi obunachilar. Xudo xolasa obunachilar keyin. Aka buqa nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? Tog'a yana bola nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? 37,5 million so'm bo'ldi. Aka ovoz nechi pul bo'ldi? 23 million so'm bo'ldi obunachilar. Nechi pul bo'ldi aka? 25 million. Bo'g'azmi ajba? 8 oylar bo'g'az ekan. Xudo xolasa obunachilar novvoslar kelyapti. Nechi pul bo'ldi aka? Nechi pul? Haydab qo'y undan ko'ra. Nechi pul bo'ldi? Narxini bilishmas ekan. Yana bola nechi pul bo'ldi aka? 25 million so'm bo'ldi obunachilar. Nechi pul bo'ldi aka? Narxini bilishmas ekan. Obunachilar 23 million bo'ldi. Xudo xolasa like bosib. 6 tasi 12 milliondan bo'ldimi? Ana oldidagi 6 tasi 12 million so'mdan bo'ldi. Nechi puldan bo'ldi tog'a? 6 tasi 12 million bo'ldimi? Mana shu 6. Nechi pul bo'ldi tog'a? 70 ming so'mdan taroziga. Nechi pul bo'ldi tog'a? Nechi pul? 10 million so'm bo'ldi obunachilar. Obunachilar Greenfordda udor kelyapti. 39 million so'm bo'ldi obunachilar, mana bashiralarga e'tibor berib, shoxlari zo'r ekan. Nechi pul bo'ldi? 14 million 500 ming so'm bo'ldi obunachilar. Rossiyskini udor kelyapti obunachilar. 12 million 700 ming so'm bo'ldi. Barakasini bersinlar. Aka nechi pul bo'ldi? Shopir ekanlar. Obunachilar buzoqcha kelyapti. Tog'a buzoqcha nechi pul bo'ldi? Ot nechi pul bo'ldi aka? Bilmas ekanlar. Aka yana bola nechi pul bo'ldi? 27,5 million so'm bolasi xunojin ekan akalar. Aka sigir nechi pul bo'ldi? 14 million so'm bo'ldi obunachilar. Aka nechi pul bo'ldi? Aytib qo'yaring obunachilarga. 14,8. Manasichi? 18 million so'mga 14 million 800. Aka nechi pul bo'ldi? So'ramasam. Shopir ekanlar. Aka nechi pul bo'ldi? 34,5 million. Necha oylar bo'g'az? 9 oylar bo'g'az. Qo'y. 6 million 200 ming so'm bo'libdi qo'y chiqar. Yana bola kelyapti obunachilar. Aka yana bola nechi pul bo'libdi? 35 million bolasi bu qo'y ekan obunachilar.